Assalomu alaykum qulupnay ishqibozlari. Mana sekin qulupnayni olishni boshladik. Ko'rishlaring mumkin. Analar o'sgan. Yanada hosillashga ham kirib qolgan. Endi bitta o'tdan chiqarib, buni tanoplarida olib tashlasak, yanada qulupnay hosilga kiradi. Hozir begona o'tlarni mana olib tashlaymiz. Xudo xolasa ertadan tozalovga tushiladi. Ana o'zi sekin qulupnaylar pishishga kelib qoldi. Endi tagidan chiqqan begona o't tanoplarida olib chiqsak, xudo xolasa yana qulupnaylar o'zgaradi. Sekin pishishdi ham pastda bular. Begona o'tlar. Menga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan keyin shunaqa videolarni olib chiqaman.